O'zbekistonga juda issiq havo oqimi kirib keladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-28 daraja, kunduz kuni 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-28 daraja, kunduz kuni 39-44 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 22-28 daraja, kunduz kuni 40-45 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. O'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 35-40 daraja issiq bo'ladi. Bunday havoda o'zingiz va oilangizni asrang.